Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan aslahalar, qurollar, kamon, qalqon va yana bir ikkita mayda-chuyda narsalarni sehrlashni o'rgataman. Ovozimga biroz e'tibor bermanglar. E'tibor bermay qo'yaveringlar, chunki shamollab qolganman. Ozroq qanunda go. Mana do'stlar, boshladik. Birinchi bo'lib albatta anvil olamiz. Sehrlashimiz uchun birinchi bo'lib aslahadan boshlaymiz. Nezrit aslahalar. Mana endi bunga birinchi bo'lib protection torni qo'yamiz. Protection tor. Bu anaqa aslahani yanada kuchliroq qiladi, yaxshiroq himoya qiladi-da. Mana polniy protectionli aslahalar. Ana endi bunga unbreaking ni qo'yamiz. Unbreaking buni chidamliligini oshiradi, kitoblarni. Mana shu atroflarda bo'lishi kerak. Unbreaking. Mending ham yaxshi. Mending buni daraja evaziga ta'mirlab beradi. Va mana tayyor mening protectionli aslahalar. Ana endi bunga fire aspect degan sehrni ham qo'shishimiz mumkin. U olovga qarshilikni kuchaytiradi. Fire protection turbo 5 yo'q ekan. Fire protection qo'yib bo'lmaydi. Yo do'stlar, qo'yib bo'lmasga aslahaga. Unda unbreakingni qo'yamiz. Unbreaking ham shu atroflarda bo'lishi kerak. Mana bu frostwalkerni oyoq kiyimga qo'ysangiz, yurganingizda suvni muzlatadi. Va yana bosh kiyim uchun bitta sehr bor. Aqua Infinity. Bu adashmasam suvda ko'proq nafas olishingizga yordam beradi bu sehr. Mana endi unbreakingni topishimiz kerak. Yo'q, chiqmadi doimgidek. Axtaramiz. Shu atroflarda bo'lishi kerak unbreaking ham. Rebirth, loyalty, qayerda qoldi bu unbreaking? Mana topildi. Unbreaking 3 ni olasizlar. 3 ta olmabman. Unbreaking bu chidamliligini oshiradi, boya aytganimdek. Unbreaking. Va mana sizlarda juda ham kuchli aslahalar tayyor bo'ldi. Bu aslahalar ancha yaxshi himoya qiladi. Ana endi qurollarga o'tamiz. Qilich, bolta, kirka, lapata, ketmonni bilmadim, lekin qolganlarini bilaman. Xo'sh, hammasiga effektini tushmaydi. Shuning uchun Sharpness degan kitobni olamiz. Bu o'rinini oshiradi. Mana Sharpness 5. Bu faqat mana bu qilich bilan boltaga tushadi. Mana ko'rasizlar hozir 14 o'ringa o'tdi.
Ana endi Fire Aspect degan kitobni qilichga qo'ysangiz, urgan mobingiz yonadi. Fire Aspect, Fire Protection. Mana Fire Aspect 2. Tayyor. Ana endi effektini sev olamiz. Effektini 5 ni 3 ta asbobga. Effektimiz 5. Boltaga, kirkaga va lapataga. Hammasiga endi mending olamiz. Mending bilan chidamliligini emas, daraja evaziga ta'mirlaydi. Tayyor. Ana endi bularga unbreaking qo'yamiz. Mana unbreaking 3. Mana sizlarda qilich, xullas hammasi asboblar tayyor. Ana endi hop kamonni sehrlashga o'tamiz. Kamon qayerda edi? Kamon. Mana. Kamonga ham yaxshigina sehrlar bor. Birinchi bo'lib bunga Power degan kitobni olamiz. Power 5 ni qo'ysak, juda ham kuchli otish sehriga ega bo'ladi. Juda ham kuchli otadi. Bittada o'ldirish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana bu yerdagi molni ham mo'ljalga yetib bormadi. Ana ot. Bittada o'ldiradi. Xo'sh, ana endi keyingi kitobimiz Patch. One Punch Mandagi. Bu ham kuchini oshirsa kerak menimcha. Mana endi bunga Flame degan kitobni olsak, o'qlari uchganda olov bo'ladi, ya'ni olov bilan o'tadi. Flame degan kitob. Mana Flame 1. Xo'sh, bironta mob oldimizda bormi? Mana olov bilan o'tadi, qarab turinglar. Ana olov bilan ham kuchli, ham olov bilan o'tadi. Bittada yo'q qiladi hammasini. Xo'sh. Bunga endi unbreaking ham tushadi. Mana unbreaking 3. Anvilimiz qayerda qoldi? Mana sizlarda kuchli kamon tayyor. Ana endi qalqonni sehrlashga o'tamiz. Oxirida elitraga. E'tibor bermanglar. Qalqon. Xo'sh, qalqon uchun sehrlar. Birinchi bo'lib mendingdan boshlaymiz. Tayyor. Mendingga sehrlandi. Unbreaking. Mana unbreakingga sehrlaymiz. Buni ham bu ham chidamliligini oshiradi. Qalqon tayyor. Men so'nggisi elitra. Elitraga ham sehrlar bor albatta. U unbreaking bilan mending. Meni bilganlarim balkim yana bordir.
Aytgancha breaking chiqmaydi-ya. Mending. Breaking. Tayyor. Mana do'stlar, video manzur kelgan bo'lsa, albatta like bosib obuna bo'lishni unutmang. Ovozimga va birorta anaqalarga e'tibor bermaysizlar, chunki shamollaganman ozroq. Video yoqsa videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. O'xshasa kommentlarda yozib qoldiring. Bu sehrlar o'xshasa. Hammaga rahmat, xayr.